Mana siz hozir atishnikiga shunday yaxshi qilyapsiz. Yillardan beri qilyapsiz. Farizat yaxshimisiz? Yaxshi. Sizni burundan tortib televizorda ko'rdik. Yaqinda do'yinning hamma yerda sizlar bor. Undan keyin shu korxonchilikqa kirgan bir necha yilning ichida sizlar hammadan oldiga kirib ketdingiz. Sizda maqetim biz shu otish do'nqisi futbol musobaqasiga ishlaymiz. Zanjirshang shaklida qatnashib, musobaqada tuniga ochilish marosimida ko'rishdik. Bugun yana shu musobaqani ko'rib o'tiramiz. Bu qitim hamda sizlar otish musobaqasiga zanjir qilibsiz. Undan boshqa Börtlarninki komandasiga zanjir qilib elib kelibsiz. Ayt musobaqangizga ekan. Shu jihatlardan o'zaro bir paranglashib baqanan deb shu ma'qul. Oldi bilan rostga qilsam siz bilan uchrashganimdan shunday xush bo'ldim. Chunki siz menga ustoz yo'llik qarqanchi. Rahmat. Sizlarniki ish izlaringlardan o'rganib, sizlarning men sohaga kirishdim burun jamiyatga qo'shgan fikrlar bo'lsin va yoki qarqanchilikni voyaga yetkazib qilayotgan ishlaringlardan o'rnak olib turib, biz sizlardan o'rganib qilyapmiz. Haqiqatan shu, men shunchalik hurmatim bor. Shu u vaqtlarda sizlar qarqanchilikni boshqa vaqtida men artist bo'lib film ishlab yurayotgan vaqtim, mayli programmalarga solgan mablag'laringlar bo'lsin. Ben yoki mushtaq bir ommaga qilgan ishlaringlar bo'lsin, hatto shu o'zingizning qilayotgan sohasida kelayotgan yangilik bo'lsin, menga nurg'un ta'sir qilgan. Bugun shu fursatdimi, mushtaq bir rahmatimni aytib olishning o'zi men uchun maqsadimiz o'xshashga, o'zaro rahmat aytish. Sharaf, rahmat. O'tgan yili biz 2-chi navbatlikni qilgan, 3-chi navbatlik endi sizmi ko'rdingiz, aqatini bugun bek hayajonlandik, hammamiz har bir qitim nihoyatda yaxshi bo'lib kelyapti. Endi mayli siz bo'ling, mayli men bo'lay. İşkilimiz bu işgal sahavat qilmadik qoldirlar. Biz mana shunday bir yaxshi bo'lgan hukumatning, partiyaning bizga bergan yeshil chiroqlari ostida andin juban fanglarniki bizga mushta bir fursatlarni yaratib bergan shu maydonda o'zimizning markasini mana shu maydon orqali tashviq qilish bilan birga futbolchilarni tanqollayapmiz. Ham bu maydonga nurg'un odam keldi. Ekranlardan gördüm, markanın ki texim bir julalışıga bizga nihoyat yardım bo'ldi. Bana siz moyliqqa tuniga men bir asar ko'rib qoldim. Har bir yurtdan mushtaq bir savdogarlar chiqqan vaqtda shu yurtning gullanishga bir shiklikni qo'sha oladi. Mana siz hozir atishnikiga shunday yaxshi qilyapsiz. Yillardan beri qilyapsiz. Shaxsan men bu endi tunji qitim yurtlarlik bo'lib bo'yliq yurtboz emas, yurt suyish boshqa ekan. Chetlarga chiqqan vaqtimizda Jungoni sevgimiz, ishkir tug'anda Urumchini sevgimiz, Urumchi tug'an vaqtimizda Börtlar sevgimiz degandek. Shu orqali o'zimizniki bir yurtimizga qo'sha oladigan. Shu nihoyat bir yaxshi deb o'yladim. Shu tunigunmi yana bir qitim his qildimki, endi sizlarning shu vaqt davomli ishimiz yaxshi bo'lsa, ishini men sizmi hammanmi davomli mayli tantarbiya bo'lsin, san'at bo'lsin, har bir narsaga cho'qim qarab qo'ymaymiz, cho'qim qilamiz. Shunga shunchalik deydi. Siz deganga o'xshash hamda tantarbiya bilan san'at bir rayonninki taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan, masalan, parlamentda sop aql deydigan ish va uning ustiga yaqinda yozi bolalarimizdagi xanimlashish deydigan bir narsa chiqdi hozir. Mush ishlarga nisbatan tantarbiya ishlarining jonlanishi bizning farzandlarimizning, yoshlarimizning mush tanarkat tarafga qarab menishiga bir haydakchi bo'lib qolsa-mu, biz mening asosli arzuyim shu tantarbiya biz masalan hozir shu otish do'nqisiniki 3 yilni yozi qo'llab kelyapmiz. Iqtisodiy jihatdan bo'lsin, moddiy jihatdan bo'lsin. Bu maqsad abay siz deganga o'xshash biz bir korxona oldi bilan bu cho'qim o'zimizning korxonasining keyingi taraqqiyoti uchun tashviqot ketadi. Bu tashviqotni cho'qim qilishimiz kerak. Mana shunga o'xshash pintayildan foydalanamiz. Yana bir jihatdan abay deganga o'xshash tantarbiyani qo'llash orqali bizning sababimizdan bir qism tantarbiyaniki abay o'xshash bir nachar taraflari yaxshilanib farzandlarimizning kallasidagi tantarbiyaga qizg'inlik kuchaysa, siz bilan biz olamchi qo'shilamiz shunday ishlardan. Shunga ham mushqitimki siz mayın dediniz, bizmi bu qitimki shu otish do'nqisiga solgan selinmamizdan yoki tashviqot uchun xarjlagan pulimizdan intayin rozi. To'g'ri. Bu menimcha tuniginki shu ochilish murosimidan bir odiqingiz chiqidek bir murosimni ko'rdik. Shunga do'stlar, endi bizning bu Farizat bilan birga ekranga chiqishimizmi tunji qitim
Burun tunuşmaydık, bugün tünügen tunuştuk. Bunun deyin keyinki bizning korxonchilik ishlarimizda, mana bu tashviqot ishlarimizda o'zaro yaxshi hamkorlashib ketadiganligimizga ishondik. Bana yaxshi fikir talablarınız Bunun olsun. deyin Buyurun keyinki- aka, sizlerden texim ögüneylik. Rahmet, o'zaro. Hozir shu yoshlarning taraqqiyoti cho'nglardan zo'r ketib boradi. O'zaro bir-birimizningki yetarliliklarni to'liqlab, ortiqchiliklarni o'rganib, bundan mangamiz. Bizga yaxshi kunlar yor bo'lsin. Texim yaxshi olsun. Teniniz salomat. Rahmat, rahmat. Xotirjamlik yor olsun. Rahmat sizga. Rahmat, sizga rahmat.